Alaykum. Semintachi bola kanali obunachilar va chorvashibozlar. Akalar bilasizlar, araqam qo'ydan olib mana qo'yga baho berasizlar. Qo'chqarga. Siydi. Qo'chqarimiz sedanni bolasi deyilgan. Shedeverni varasi. Hozircha ketuvlari ko'z siymasi yaxshi. Bo'yi ham ozgina o'sib qolib, e'tibor bersalaring, qo'ydoq kelganda videosini qo'yganmiz. Buni hozir bular bunga endi birdaniga kuchli yem bermayapmiz. Kuchli yem berganimiz yo'q hali. Sekin kuchaytiryapmiz yemni. Ha, qo'shqar. Hozir e'tibor ancha yaxshi, ancha baqotib qoldi u. Dumba raziyalari mana ko'ringlar. Dumba raziyalari cho'tki joyida. Quloqni o'lchaganimiz yo'q, quloq 19 edi. Xo'p. Garbanoslari, oq bosh. Ular o'zimizga yoqadigan qo'chqar bu. Qanday qo'chqar? Qo'chqar? Qo'chqarga gap yo'q. Sog'liqlaridan biroq qo'ying. Qo'chqar ko'z siymasi zo'r. Yemishlari ham hamma yo'g'i zo'r. Sog'liqlarini ham ko'rsatib o'tiramiz bir sudura. Kim arashan boqsa, maslahatini bersin. Qo'ylarni semirtiraylikmi, semirtirmaylikmi? Hali bular qo'zi. Avgust o'rtalarida qo'yamiz bu qo'y mana shu qo'chqarga. Shu qo'chqarga qo'shsa bo'ladimi? Maslahatlarini kutib qoladi. Shu qo'chqarga qo'shsa bo'ladimi? Tish yorgan qo'zi bu. Qo'chqarlar nima qiling? Yana ozgina semirtiraylikmi? Semirtirsak qochish qiyin bo'lib qolmaydimi? Bugun bitta do'stim qo'ylar semir kelsa yaxshi qochmaydi. Tez qochmaydi. O'shanga mana shu etida ushlab turinglar. Qochib olgandan keyin yana semirtirsangiz bo'lardi. Bu yerda 80 lina bor. Bo'telina bor. Xudo xolasa bundan tushgan bolalarni ham ko'rsatamiz yanvar oyida inshaalloh. Kuzatib tursalaring. Bular mana bedeydi. Beda suvlar yonida. Hop. Suvlar yonida bo'lsa, arpa bilan makkani yormasi. Biz endi hozir tayyor yemga o'tkazmoqchimiz. Bunga kim qanday maslahat beradi? Tayyor yemga o'tmoqchimiz. Buni tagiga akalar aytganimdek, yarim metr kovlanib, 30-35 sm shiben tashalgan, 15 sm qum tashalgan, ustidan apilka tashalgan. Hozircha ana qo'ylar 1 oy kirgan bo'lsa, taglari qup-quruq, nabrut va chang bo'lgan shu. Taglari qup-quruq hozircha. Hammaga rahmat. Kanalni kuzatinglar, semintachi bolani. Obuna bo'linglar. Nima maslahatlaring bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozsalaring, birma-bir o'qib, shunga amal qilamiz xudo xolasa. Sizdan buguna, mendan buguna deydi. Biz ham xudo xolasa tushunib qolsak, biz ham yosh o'rgatuvchilarga, yangi o'rganuvchilarga o'rgatamiz o'zimiz. Mana bu qo'chqarlar qaranglar, qo'zlari qulog'ini qaranglar. Qulog'ini ichma shuni. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.